Xitoyning eng nufuzli universitetining oshxonasini sizlarga obzor qilib beraman. Qani ketdik. Kirishda ko'rib turganingizdek, suv tozalaydigan, yuvadigan joyni, ya'ni bemalol o'zingizni kir idish tog'ingizni yuvasangiz bo'ladi. Bu yerda esa ko'rib turganingizdek kiramiz. Qani kelinglar. Ular go'sht-po'shtlarni kesadigan, to'q qiladigan joylar bor ekan. Elektrik toki sizlarga hech kim multivarka, paravarka, hech qanday mashina qilib bermaydi. O'zingizlar sotib olib kelib, mana shunda pishirsanglar bemalol bo'ladi. Undan tashqari pastda kimdir ashqal tashqariga qoldirib ketgan. Endi ashqal tashqariga nima kiradi desiz, yuvadigan narsalar, pomidor, bodring, xullas, o'zi kerakli narsalar qoldirib pishirsanglar bo'ladi. Xo'p, shunaqa turdagi oshxonalar deyarli hamma universitetda ko'rsangiz bo'ladi, topsangiz bo'ladi. Illo ayrim birlarda bo'lmasligi ham mumkin, lekin nisbatan ko'p. Aytmoqchi bo'lganim, bularning ham ishlash jarayoni bor. Ertalabdan kechgacha har kun ishlavermaydi, bir xil payt yopilishi ham mumkin. Asosan ko'pincha ertalab 7 dan kecha soat 9-10 gacha ishlaydi. Agar kimdir o'ta dangasa bo'lsa, ovqat pishirish bilmasa, bemalol istaloviga borib turib, arzon narxda bemalol ovqat sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni ko'proq ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta like bosib, izohda fikrlarni qoldiringlar va salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum.